Agar sizning farzandingiz hali 2 yoshga to'lmagan bo'lsa va multfilm ko'rsa, planshetlardan foydalansa, siz bilishingiz kerak. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va Amerika bolalar doktorlari har qanday media qurilmalar bola 2 yoshga yetguncha qat'iyan mumkin emas. Maktab yoshigacha bo'lgan bolalarni MRT natijalari shuni ko'rsatadiki, vaqtini ko'p qismini ekran va gadjetlar bilan o'tkazgan bolalarda rivojlanish darajasi kam. Tadqiqot muallifi Jon Hatton shuni ta'kidlaydiki, bolaning birinchi 5 yillik hayotida miya tezkorlik bilan rivojlanadi. Ekran qarshisida o'tirgan bola miyasi rivojlanishdan to'xtaydi va miya kerakli vazifani bajara olmaydi. Ovqat vaqtida multfilm ko'rishlik semizlik va oshqozon kasalliklarini olib keladi. Tadqiqotchi doktor Signe Brek shuni isbotladiki, ekran qarshisida ko'p o'tirgan bolada giperaktivlik paydo bo'ladi. Hatto 9 daqiqa multfilm ko'rish bolada ijrochilik qobiliyatini yo'qotadi. Buni psixolog Angelina Lillard isbotlagan. Dmitriy Kristaks hamkasblari bilan tadqiqotida 3 yoshgacha ekran qarshisida ko'p bo'lgan bolalarda maktab yoshida bilim o'zlashtirish va diqqat jamlashda muammolar kuzatilganligini isbotlagan. Olimlar xulosasi bolaga 3 yoshgacha ekranni qat'iyan man qiling.